Hammaga assalomu alaykum. Bugun o'sha Dupoin brokerdan, ishonchli brokerlardan O'zbekistonga yangi kirib kelgan. O'shandan ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib o'sha silkaga ustiga bosamiz. Telegram kanalimizda silkasi bor buni. Instagram profilda ham bor. Bu yerda elektron pochtani yozamiz. Va polichitni bosamiz. Mana kod keldi 0646. Kirib turib o'sha kodimizni kirgizamiz va подтвердить qilamiz. Keyin parol qo'yamiz. Xo'sh, parol qo'yib bo'ldik. Parol qo'yib bo'lganimizdan keyin tayyorni bosamiz va achat, ya'ni bu yerda yana davom etish bor. Bosamiz. Bu yerda o'sha telefon nomerimizni yozamiz bu yerda. Masalan, bu yerda nima ish qilishimizni yozamiz. Bu yerda masalan student, ishchi yoki pensiya, boshqa narsalar bor. Годовой доход. Mana bu 50 mingni bosamiz. Xo'sh. Какую сумму вы планируете вместе? O'sha 12 oy davomida qancha summasini kiritib bilasizlar degan. Bu yerda ham o'shani bosamiz va 50%. Любойni ana bossak bo'ladi, farqi yo'q. Ya'ni 10 ta сделка nima qilganmisiz deyapti bu yerda. Ochamiz va davom etishni bosamiz. Va mana keyingi oyna ochiladi. Bizda bu yerda o'sha удостоверение личность, pasport yokida право, водительское право, karta, проживание deyapti. O'sha ID, mana bu удостоверение личность. IDni yuklasak bo'ladi bu yerda. Yuklab olamiz. Orqasini, oldinini va bu yerda o'zimiz shu ma'lumotlarimiz chiqadi. Va mana plichosini tanlaymiz. Bu yerda parol qo'yamiz. Parol qo'yib bo'ldik. Parol qo'yib bo'lganimizdan keyin mana bularni belgilab olamiz hammasini va rozilik beramiz. Mana hamma narsa tayyor. Bizda shotlarimiz bu yerda ko'rinib turadi. Buni depozit сейчас mana tepadagi yuqoridagi belgichani ustiga bossak, bu yerda bor. Depozit qilish. Mana Uzcard, Humo yoki kriptovalyuta bilan amalga oshirsa bo'ladi to'lovlarni. USDT bilan yoki mana Binance bilan, Humo, Uzcardlar bilan to'lov qilsak bo'ladi.